Til uzilmas ekan-ku. Mashqatdan hidlab ko'ring, oldin qalay zo'rmi? Zo'r ekan, berayman. Siz oldin qarzingizni bering. Qarz daftarim qanman? Kimlardir qarzi bor desa, olib yotibsizlar o'zlaringcha. Ye, onang yemgir nimaga buncha shovqin desa xotin yangi tovar kelibdi-da. Menimcha borku bozorda ham bizning uycha divizhiy bo'lmasa kerak. Eshyapsizmi aka? Kelaring, mana sizga aytgan ishim Xitoy olib kelganman, o'zim mana yuvib ishlatasiz. Material xiba. Bo'ladi, zo'r ekan. Bo'ldi, yeching. Obbo, bu burgam sotildimi? Shahloxon, rozovisi nech pul ekan? Shahloxon. Kelin. Yanga u 75 ming so'm. Tavba qildim, uyalmaydimi? Yanga qarag'amjo, u xonadagilar shunaqa narx. Qo'shnilar zakaz qilgan hamma narsalar olib keldi. Mana ko'ryapsizlarmi? Tez tushib olinglar. Xolajon, bu siz aytgan naski mana. Voyman budimi? Bu bolno 100% Germaniya mahsuloti, Turkiya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan. Bularning hammasi gipoallergen, bolalar uchun zararsiz, xushbo'yligi uzoq vaqt ushlab turadi. 100% halol. Yomg'ir ham yog'yapti, tez-tez yuring, nariga domga borish kerak. Nima qilib boryapman-ku? Menga shang'illamang. Oilani men boqyapman. O'zi shuda ayol kishi pul topsa, bugundan boshlab ayol kishi uyda o'tiradi. Men bo'g'aman oilani. Nima ekan? O'zimga tushing deb sotamiz bolalarda. Ertadan boshlab boq ekanman.